Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu video darsimizda arab tiliga oid testni tahlil qilamiz. Ja'al qodi minas safar. Qozi safardan keldi. Ma huwa alamatur raf'i fil jumla? Mana shu jumladagi raflik alomati nima? Raf i'robning alomati nima? E'tibor qilayotgan bo'lsangiz, bu o'rinda ikkita narsa so'ralyapti. Birinchidan, kalimadagi, ya'ni jumladagi raf i'robli kalimani topib olishlik va o'sha kalimaning i'rob alomati so'ralyapti. Demak, biz jumlani qayta o'qib, raf i'robdagi kalimani topishligimiz kerak. Ja'al qodi minas safar. Fe'l gapning avvalida turganligi uchun bu fe'li jumla. Fe'li jumlaning tarkibida fe'l, fa'il va maf'ul bihi bo'lishi kerak. Va ba'zan maf'ul bihi kelmasligi ham mumkin agar fe'limiz lozim fe'l bo'lsa. Ja'al qodi, ja'a, buni bilamizki, bu o'tgan zamon fe'li, ha? Fi'lun madin. Xo'p, endi mana shu mozi fe'limizni fa'ili, bajaruvchisi qani? Al-qodi kim kelgan? Qozi kelgan. Demak, al-qodi kalimamiz fa'il i'robi, ha? Fa'il bo'lib, buning i'rob fa'il esa gapda har doim marfu' i'rob bilan i'roblanadi. Fa'il marfu' ana. Endi birinchi ishimiz bitdi, tugadi. Raf kalimani topib oldik. Demak, al-qodi raf kalima ekan. Xo'p, minas safarchi, min harfi jar, u mabni, marfu' emas yoki majzum yoki majrur va hokazo mansub unaqa gaplar ishlatilmaydi. Nega? Mabni chunki. As-safar mana shu min kalimasi bilan majrur bo'lgan ism. Bizga esa marfu' raflik i'robidagi kalima topishlik vazifasi yuklatilgan va biz buni topdik. Al-qodi. Endi uning alomati nima? Al-qodi e'tibor qilsak, bu kalimaning oxiri illat harfi bilan tugagan. Demak, mana shu o'rinda illat harfini bilamizki, harakat ko'tara olmaydi. Rafning asl alomati zamma edi. Zamma yoy harfiga og'ir keladi. Shuning uchun og'irlik qilgan paytda nima qilamiz? Taqdirga o'tkazamiz. Yozuvda yo'q, ammo taqdirda bor deymiz. Shunga ko'ra i'rob alomati nima bo'ladi? Al-qodi. Aslida ja'al qodiyu bo'lish kerak edi. O'sha demak talaffuzda mashaqqat keltirganligi uchun bu narsa ja'al qodi deb o'qiladi va yoziladi. Ammo raflik alomati taqdirdagi zamma deb qaraladi. Biz variantlarni o'qiymiz. A varianti ad-dammatu zohira, ya'ni raf alomati mana shu ko'rinib turgan zamma deya olamizmi? Yo'q. Deya olmaymiz. Shuning uchun xato bu. Ikkinchisi alif. Agar ikkita qozi kelganda edi, ja'al qodiyani, unda mana bu ikkilikdagi alif raflik alomati deya olardik. Ammo bu bitta birlikdagi mufrad kalima bo'lganligi uchun alif raflik alomati bo'la olmaydi bunda. Demak, bu variant xato. S variantimizda hazfun nuni, nunning hazf qilinishligi. Yo'q. Bunaqangi narsa yo'q. Bunaqangi qoida bu yerda joriy emas. Bu ham xato. D variantimiz ad-dammatul muqaddara. Bizga aynan mana shu kerak edi va mana shu D javobimiz to'g'ri bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling.